Salom hammaga, Milan YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bu videoda biz FSBga ishga kiramiz va qanday ish qilib ishga kirish haqida o'rgatib o'tamiz. Ekzamen savol-javoblari o'zgarganini bildik, shuning uchun boshqatdan ishga kirishni o'rgatib o'tmoqchimiz. Qani bo'lmasam ketdik. Albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib ketishni unutmang. Qani bo'lmasa biz videoni boshladik. Va do'stlar, mana biz FSB binosiga kirib ham oldik va mana lider bilan suhbatni tayyor turibmiz. Mana "Здравствуйте" deyapman va hozir u javob bergandan keyin savol-javobni boshlaymiz do'stlar. Albatta do'stlar, eslatib o'tamiz, bizda Telegram kanalimiz bor. QR kod chiqadi, o'sha Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rab qolaman. Xullas, zaявка tashlaganmisan deyapti. Men ha deb javob berdim. Xo'sh, biroz kutamiz. Vash pasport deyapti do'stlar. Shu nima deb yozilishlari, qaysi chatda yozilishlari hammasini shu video tagida qoldirib ketaman. Bemalol ko'rib o'rganib olishinglar mumkin. Birinchi событие yoziladi, pasport va karman, keyin действие yoziladi. Открыл карман, из достал pasport yoziladi va undan keyin событиеga o'tkaziladi va pasport в руке, ya'ni pasport qo'limda degan ma'noda bo'ladi do'stlar. Xo'sh, keyin действие bo'ladi va передал паспорт человеку напротив. Va shunday yoziladi. Ya'ni o'sha odamga beryapman ma'nosida bo'ladi. Endi показать pasportni bosamiz. Va pasportingizni ko'rib chiqqandan keyin javobini aytadi do'stlar. Biroz kutamiz. Что такое DB deyapti. Eslatib o'taman, oddiy RPda mana oppoq rangda yozib chiqadigan bo'lsa, xohlagan so'zinglarni yozinglar. Masalan, dia, mashina dia, yana nima desa bo'ladi. Xullas, shunga o'xshagan narsa. Xullas, DB desa, oddiy RPda o'zini RP terminini aytib qo'ymanglar. Mana dia browse dedim. Хорошо deyapti, yaxshi deyapti. Что такое demo deyapti. Endi masalan, dia mashinami desak bo'laveradi. Xullas, xohlagan so'zlarni yozishinglar mumkin. O'sha d bilan m bilan boshlanadigan so'z bo'lishi kerak. Va eng asosiysi mana xullas FSBni uzun, ya'ni FSBni asosiy nomini so'rayapti. O'zi aslida FSB emas, u qisqartmasi. Shuni to'liq nomini so'rayapti FSBni. Biz federalniy служба deb aytgan edik, lekin bu ham to'liq emas ekan. Bizga yordam berishdi. Mana это ошибка deyapti. Xo'sh, ko'ramiz qanaqa ekan. Xo'sh, mana yozdi, mana управление федеральной службы безопасности deyapti. Lideram vo deyapti. Xullas, endi bu yoqqa управление qilib turib, federalniy служба qilib turib, keyin безопасностьni yozib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Shunaqa qilib oson qutulsanglar bo'ladi. Mana lideram kulyapti, he deb. Xo'sh, bundan ham eson o'tdik. Ochig'i ekzamen paytida umuman esimga kelmadi to'liq nomi. Просто tak yozib qo'ydim. Xo'sh, endi kutamiz, qani nima derkan. Yana qiyin savol beradimi yoki bo'lmasam shunda ovoramikan? Tak, wow, mana do'stlar, va nihoyat forma va case deb o'sha formani taqdim etishni boshlayapti. Bu degani sen ishga kirding degani do'stlar. Albatta, qanaqa savollaringiz bo'lsa, bemalol shu kommentariyaga yozib qoldirishinglar mumkin. Mana shu videoning kommentariyasiga. Men hamma shu nima yozgan bo'lsak, qanday qilib pasportlar bergan bo'lsak, o'shani video tagiga yozib qoldiraman do'stlar. Mana FSBga ishga kirdik do'stlar. Va mana bo'ldi. Muammo hal. Agar MVD yo bo'lmasam boshqa ishlarga kirishda qiynalayotgan bo'lsanglar, bemalol yozsanglar, uni ham video qilib chiqamiz do'stlar. Albatta, like birinchi o'rinda do'stlar. Videoga maksimal like bosib, podishga qo'yishinglar so'raymiz do'stlar. Va bugungi videomiz shulardan iborat edi. Mana FSBga ishga kirib ko'rsatdik. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr omon bo'linglar. Albatta, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyada keyingi videolar nima haqida chiqishini yozib qoldiringlar do'stlar.